Ko'zingni kattaroq och, Firdavs. Yeter! Akasan, Qo'ysen-chi mashina Bekzod. Voy bile, qo'ysan ham chakmagin o'rtoq. nimaga ketdi? Ha, ozgina pul kerak ekan, qarz so'rab keluvdi. Firdavs, ko'zingni kattaroq och. O'sha sen do'st deb yurgan odam bir paytlar men ham do'stim edi. Lekin u orqangdan pichoq urib yuribdi. Nimalar deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Men ko'rganim gapiryapman. Ko'zingni kattaroq och, Firdavs. Yeter! Boshqa bunaqa gap gapirganingni eshitmay. Uraver. Bir kun kelib o'sha san himoya qilayotgan odam seni yerga uradi. Haqiqiy do'st seni yiqilishingga qarab turmaydi. Bekzodni sen do'st deb yuribsan. Aslida esa u seni qulashingni kutyapti.